Bismillahirrahmanirrahim. Bugun men inshaalloh rassom tuz degan befarosat eshakni iddaolariga 21-javobni bermoqchiman. Xo'p, mavzuga kirishishdan oldin mana shu rassom tuz degan mal'un ishlaydigan Ozodlik radiosida yaqinda chiqqan bir maqolaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Xo'p, bu yerda Mening yurtim 5 degan telekanal Toshkentdagi o'sha parklarda o'tirib o'pishayotgan qizlarni, yigitlarni yashirin videokamera bilan rasmga olib, keyin ular bilan borib gaplashib, bu ishlaring yaxshi emas, u bu deb gapirayotganligini e'lon qilingan edi va Ozodlik buni o'zicha muhokama qildi. Qizig'i shundaki, mana shunday narsalarni odatda Ozodlikda aynan mana shu rassom tuz degan iflos ko'proq mana shunday maqolalar, mana shu geylarni himoya qilish, jinsini o'zgartirganlar, mana shu lesbiyankalar, shunaqalar haqida ko'proq Ozodlikda rassom tuz mana shunday maqolalarni chop qilib yuradi. Buni mutaxassisligi shu. Va negadir o'zini nomini qo'ymasdan shunday maqolani o'zini yozadigan odat chiqargan keyingi paytlarda. Ba'zi boshqa mavzularda yozsa nomini qo'yadi, aynan mana shunaqa mavzularda yozganiga nomini ham qo'ymaydi. Xo'p, endi nima demoqchiman? Mana shu narsani ijtimoiy tarmoqlarda ham shov-shuv bo'lib muhokama qilindi. Mana shu Mening yurtim degan telekanalni qilayotgan ishi ijtimoiy tarmoqda ham muhokama bo'ldi va Ozodlikda ham shov-shuv bo'ldi. Va keyinchalik bu narsa O'zbekistondagi Adliya vazirligini ham e'tiborini tortibdi. Adliya vazirligi bu telekanalni ogohlantirib, alohida bir xat jo'natibdi telekanalga. Mana shu voqealar demak Adliya vazirining munosabati va Ozodlikni mana shu masaladagi pozitsiyalariga ham bir munosabat bildirmoqchiman. Aniqrog'i Ozodlikdagi rassom tuz degan iflosni. Chunki bu aynan shu narsalar uni mavzusi o'zi aslida. Modomiki men hozir o'sha rassom tuzni iddaolariga javob berayotgan ekanman. Tabiiyki uni o'zini mana shunaqangi ayni vaqtda qilayotgan ishlariga ham bir munosabat bildirib o'tishlik maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Xo'p, Adliya vazirligining mana shu Mening yurtim telekanaliga yuborgan mana bu ogohlantirish xatida shunday deyiladi. 2018-yil 1-aprel kuni
Mening yurtim 5 telekanalida yoshlarning jamoat joylaridagi xulq-atvoriga bag'ishlangan yashirin kamera ko'rsatuvi efirga uzatildi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi Mu5 telekanali ma'muriyatiga qonunchilikning quyidagi talablari haqidagi ma'lumotni yetkazishni lozim deb hisoblaydi. Birinchidan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 12-moddasida hech kimning shaxsiy hayotiga o'zboshimchalik bilan aralashish mumkin emasligi belgilangan. Mazkur norma O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligiga to'liq implementatsiya qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25-moddasida har kimning erkinlik va shaxsiy daxlsizligi, 27-moddasida shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalanish huquqi kafolatlangan. Qoyil Adliya vazirligining birinchi marta telekanalga yuborgan mana shunday ogohlantirish xatini eshityapmiz, o'qiyapmiz, ko'ryapmiz. IAQni 27 yillik hukmronligi davrida bu vazirlikni o'zi bor ekanini ham birov bilmagan, nima ish qilishini ham. Va nihoyat Mirziyo davrida vazirlik konstitutsiya bor ekanligini eslab qopti va uni falon moddasiga zid mana bu telekanalni ishi deb mana moddalarni ham keltiryapti. Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 13-moddasiga muvofiq jismoniy shaxsning roziligisiz uning shaxsiy hayotiga taalluqli axborotdan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga asosan ommaviy axborot vositalari orqali fuqarolarning shaxsiy hayotiga aralashish taqiqlanadi. Jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga ko'ra, o'z kasbiga doir faoliyatni amalga oshirish chog'ida jurnalist shaxsning huquqlari va erkinliklarini hurmat qilishi shart. Mana jurnalistlarning qanday qonun oldidagi mana shunday majburiyatlari bor ekan O'zbekistonda. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Jurnalist axborot manbai yoki muallif roziligisiz jismoniy shaxsning shaxsiy hayotiga taalluqli ma'lumotlarni e'lon qilishi, shuningdek audio va video yozish vositalaridan foydalanishi mumkin emas. Ikkinchidan, nodavlat teleradio kanallar xartiyasida jurnalistlarning kasbiy burchini bajarishda insonlarning axloqiy, jismoniy va ruhiy sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan teleradio ko'rsatuvlarni ommaga uzatishda ruxsat etilgan chegarani va kasbiy etikani e'tiborga olish qayd etilgan, deyilgan rasmiy xatda. Va ayni me'yorlarni O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalarining milliy assotsiatsiyasining professional jurnalisti axloq kodeksiga ham kiritilganini eslatiladi. Xullas kalom, mana shunaqa xat yozilib, Adliya vazirligi tarbiya muhimligini, lekin bu inson huquqlarining buzilishi hisobiga erishilishga yo'l qo'yib bo'lmasligini qayd etadi. Yuqorilardan kelib chiqib, kelgusida teledasturlarni tayyorlashda ushbu qonunchilik normalariga rioya qilish shartligini bildirib o'tamiz, deb yozgan Adliya vazirligi inson huquqlarini himoya qilish boshqarmasining boshlig'i Sh. Yakubjanova degan kimsa. Demak, mana shunaqa xat jo'natgan o'sha telekanalga.
Tabiiyki telekanalni mana shu tashabbusini taqataq to'xtatgan. Bu xatdan keyin telekanal endi bu faoliyatini albatta davom olmaydi. Xo'p, ozodlik o'sha mavzuda o'zi shov-shuv qilib ancha narsa yozdi. Aniqrog'i ozodlikning bitta iflos muxbiri rassom Tuz yozdi. Va nomini ham qo'ymadi albatta. Bunaqa paytda nomini qo'ymaydi bu iflos. Demak, Toshkent shahri va viloyatida raqamli formatda efirga uzatiladigan Mening yurtim 5 kanalining 1-aprel kungi yashirin kamera ko'rsatuvi haqida Ozodlik radiosi 2-aprel kuni material hozirlagan va unga gapirgan advokat va blogerlar ko'rsatuvda O'zbekiston Konstitutsiyasi va qonunchiligida kafolatlangan shaxsiy hayot daxlsizligi daxl qilinganini tanqid etgan edi. Va hokazo. Xullas kalom, bu masalani hammadan ko'proq ozodlik shov-shuv qildi. Bu masalaga ozodlik e'tibor qaratdi. Yigitlar, qizlar o'pishib o'tirganiga nega qarshi chiqayapti bu radio kanal, telekanal haligi MY5 telekanali nega qarshi chiqayapti bularga? İnson huquqi buzilyapti-ku, o'pishish huquqi buzilyapti-ku deb ularni o'pishish huquqini himoya qildi rassom Tuz. Mana shu narsalar mana bo'lib o'tdi Ozodlik radiosida mana shu o'tgan hafta ichida. Demak, endi mening munosabatim bunga. Buni rassom Tuzga bog'liqligi bo'lgani uchun va o'zi umuman mana mavzumiz buni o'z ichiga olishi uchun tabiiyki men bunga munosabat bildirishim shart. Mana shu rassom Tuzga javoblar doirasida munosabat bildirish. Aslida ko'p narsalar bo'lyapti boshqa mavzularda. Men hozir ularni hammani mavzular to'xtab qolgan. Chunki vaqt yo'q menda boshqa mavzularga munosabat bildirishga. Men faqat hozir rassomni masalasini tugatgunga qadar boshqalar bilan shug'ullanishga vaqtim bo'lmayapti. Demak, biz bilamiz o'sha O'zbekistonda mana shunday konstitutsiya borligini, u yerda adliya vaziri sanab o'tgan o'sha shaxsiy daxlsizlik, haq huquqi va hokazolar kafolatlanganligini go'yoki va hokazo biz bularni bilamiz. Lekin 27 yil davomida IAQ davrida na bu vazirlik, na boshqa bironta vazirlik, hech kim bu konstitutsiyani eslab ham qo'ymadi. Bu dindorlarni ro'molini yechayotgan milisalar, soqolini qirayotgan o'sha prokurorlar va ularni qanday kiyinishigacha ta'qib qilayotgan, uni kiyma, buniki diniy libos kiyma, mana bunday kiyinasan deb qanday ishtonini, ko'ylagini, rangini qanday kiyinishgacha talab qilgan. 25 yildan beri talab qilib kelgan. Mana shu MXX, sud, prokuratura va hokazo organlari, xodimlari va Adliya vazirligi ham bu O'zbekistonning konstitutsiyasi bor ekanligini va o'sha konstitutsiyada, o'sha moddalarda insonning shaxsiy hayoti daxlsizligi kafolatlanganligini eslab ham qo'ymadi birov. Axir bu do'ppini kiyish, ro'mol o'rash, qanaqa kiyish, bu ularning shaxsiy ishi ekanligi hech kimni qiziqtirmadi shu paytgacha.
Endi parkda o'tirib o'pishayotgan bo'lsa, o'sha yerda o'qiydigan studentlar, qizlar, bolalar va buni anavi radio kanal, televideniye haligi mening yurtim 5 degan televideniye bu narsani jamoat joylarida bunday qilish O'zbekiston urf-odatiga, o'zbeklarni milliy urf-odatiga zid u bu deb ular bu narsani targ'ib qilayotgan paytda bir pasda qarang, eslab qolishdiki, konstitutsiya bor ekan, voy u yerda moddalar bor ekan, haq-huquqlar bor ekan va bu mumkin emas ekan uni daxl qilish shaxsiy hayotiga. Jurnalistikaning qoidalari bor ekan. Bu dindorlarni shu paytgacha qoralagan, ular ustidan har xil teledasturlar tayyorlagan jurnalistlar bir dumalab inson o'sha huquqini himoya qiluvchi va o'sha jurnalistik axloq etikasiga amal qiluvchilarga aylanishdi. Va mana shunday jurnalistikaning qonunlarini ham mana bu yerda qator qonunlar yozilgan. Ajoyib qonunlar. Jurnalistlarning mana shunday qonunlarga amal qilishini qo'llab-quvvatlaymiz albatta. Xo'p, Ozodlik radiosida ham bormi bunday qonunlar? Alisher Siddiq degan, Alisher Kazzob deymiz uni, chunki u Siddiq emas. U va'da berdi menga va va'dasida turmadi. Yolg'on gapirdi. Bu rassom tuzni Qudrat Bobojon deb u strelkani bunga burib yubordi. Vaholanki u emas edi u. Rassom tuz bu uni akasi edi. Aynan ozodlikda ishlaydigan iflos haromi akasi edi. Alisher Kazzob bilmaydimi shunday qonunlar borligini? Mana shu Ozodlik radiosida ham va uning qo'l ostidagi xodimlari shu qonunlarga amal qilmayotganligini, ifloslik qilayotganligini. Kazzob bilmaydimi? Bilar edi u. Faqat u unga naplivat. U kazzob ekan bu. Va rassom tuzni o'zi bilmaydimi shunday qonunlar ham bor ekanligini? Menga qarshi yozgan paytida o'sha Facebook'dagi rassom tuz degan akkauntdan yozgan paytda bu itdan tarqagan bilmasmidi shunday jurnalistik axloq qoidalari borligini? Bular naplivat bularga, bu qoidalarga. Bular tupurgan bu qoidalarga. Mayli. Endi O'zbekistonda parkda o'pishayotgan yoshlarni huquqini himoya qilib chiqibsan, rassom tuz. Seni ishing shu. Geylarni, lesbiyankalarni, mana shunaqa ifloslarni himoya qilasan. O'zingni nomingni yozib qo'ymaysanmi mana shu maqolaga? Haqiqatdan ham shu seniki ekanligini. O'zi biz bilamiz-ku seni shu paytgacha qanaqa nimalar tayyorlashingni. Seni ishing shu o'zi. Seni ishing ifloslik o'zi. Xo'p, endi qarang. Nimasi xato bo'ldi? Mana shu ishni qilayotgan telekanalning ishini. Mana Toshkentda o'nlab institutlar, universitet boshqa bor. Viloyatlardan asosan ko'pchilik Toshkentga borib o'qiydi. Toshkentliklarning o'zlari ham o'qiydi. Toshkentliklar endi viloyatlarga qaraganda o'zlarini ko'proq madaniyligi bilan ajralib turadi. Madaniylikni ham qo'shtirnoq ichida tushib aytyapman. Ular o'zini chunki poytaxt bo'lgan Sovet paytida ham, o'ris paytida, undan keyin ham mana haligacha poytaxt bo'lib qolyapti. Oy chiqsa ham, kun chiqsa ham o'sha poytaxtga qaratilyapti butun imkon sharoitlar. U yerda viloyatlarga qaraganda yashash sharoiti boshqalari sal imkoniyatlari yaxshi. Shuning uchun
viloyatdagilar Toshkentga borsa shaharga borganday bo'ladi-da ular. Qishloqdan shaharga borgandek. Va toshkentliklar o'zini shaharlik deb hisoblashadi. Boshqalar esa viloyatlar esa qishloqi bo'lib qoladi ular uchun. Bu o'zi shakllanib bo'lgan tushuncha bu. Ular o'zlarini katta hisoblashi bu yangilik emas. Mayli, bu boshqa mavzu. Mana shu joyda endi ko'proq o'rislar, boshqa millatlar ham yashagan va madaniyatni mana shulardan o'rgangan bu mahalliy toshkentliklar. 100 yil oldin toshkentliklar qanaqa bo'lgan? Bu endi boshqa mavzu. 100 yil oldingi haqiqiy toshkentlik, o'sha shaharda yashaganlar, endi bugungi toshkentliklar bularni madaniyati mana shu. O'risdan olgan dinsizlik, o'risdan qolib ketgan hayot, odob, axloq bularning madaniyati shu o'zi. Va viloyatlarda esa hali madaniyatni bu shakli, agarchi ular ham o'zi aslida sovet davrida hamma yoqda xo'roz bir xil qichqirgan edi. O'zi buzilib bo'lgan jamiyat-ku bu. Lekin nisbatan urf-odatlar, boshqalar saqlanib qolganligi uchun viloyatda o'sha yoqdan kelgan yoshlar ko'proq Toshkentda o'zini erkinroq sezadi. O'sha joyda ular o'qishga keladi-da, qizlar ham o'qishga keladi, o'sha yerda yigitlar o'qishga keladi, kim qaysi o'qishga kiradi, yo o'sha yerda ishlaydi. Xullas kalom, mana keyin bular orasida mana shunday ishq, muhabbat, sevgi dastoni boshlanadi. Va parklarda o'pishishlar boshlanadi. Bu ularni shaxsiy ishi, shaxsiy o'pishyapti deb bugun yozyapti mana Ozodlik yoki rassom Tuz. O'zlari ham o'pishishgan bir zamonlar o'sha joylarda o'qiganda. Bular shunday. Keladi, bugun u bilan o'pishadi, ertaga bu bilan o'pishadi. Faqat o'pishib qo'ymaydi. O'pishishdan keyin u yog'i ham davom etadi. Keyin valadi zinolar yo tug'iladi, yo tug'ilmasdan uni abort qildiradi, yo bir balolar bo'lib, u bokiralikni yuk deb hisoblaydi bular. Bokiralikdan ajraladi. Mana shunday qilib rasvo bo'lib bu qizlar o'qishni bitirib, diplom olib, krutoy bo'lib o'zicha bir 100 tasi bilan o'pishib, keyin o'zini viloyatiga borib, yana bir kimgadir erga ham chiqib olib, bir eplab shunday hayotni davom ettiradi keyin u yoqda. Bu o'pishish huquqidan yana foydalanib yashaydi u keyingi hayotida ham. Faqat eri bilan emas albatta. Mana shu narsa shaxsiy huquq hisoblanadi. Bugun G'arbda, mana men Shvetsiyada yashayman. Shvetsiyada xuddi mana shu masalada, ya'ni jinsiy erkinlik, ya'ni bu yerda jinsiy yaqinlik qilish erkinligi degan tushuncha bor. Har bir odam, shaxs o'zi rozi bo'lgan holda istagan odam bilan istagan paytda, istagan joyda jinsiy yaqinlik qiladi va bu jinsiy erkinlik bu. Xohlasa o'sha qizi bilan otasi jinsiy yaqinlik qiladi, xohlasa onasi bilan bolasi jinsiy yaqinlik qiladi. Ikki taraf rozi bo'lsa, hech kimning ishi yo'q. Xohlasa
erkak bilan erkak, xohlasa ayol bilan ayol jinsiy yaqinlik qiladi, xohlasa er bilan qo'shni xotin yaqinlik qiladi, xotin esa boshqa bir qo'shni erkak bilan yaqinlik qiladi. Xohlasa it bilan, eshak bilan, ot bilan, kim bilan yaqinlik qilishi o'z ishi. Chunki jinsiy erkinlik tushunchasi shu. Kim bilan qachon, qayerda yaqinlik qiladi, o'pishadimi, undan boshqa narsa qiladimi, bu uning shaxsiy ishi hisoblanadi. Hech kimning ishi yo'q. Hatto xotinlarni biri ikkinchisiga qarshi gapira olmaydi. Xotini borib bir kim bilandir yaqinlik qilmoqchi bo'lsa, eri ham unga mayli deydi, shu rozi eri ham borib boshqa birov bilan u ham qilishi mumkin, xotin ham qarshi emas. Xullas, hammasi bilan hamma yaqinlik qilishi mumkin, hech kimga qarshi emas. Mabodo tug'ib qolsa bu yerda maktabda mana shu bu yerda maktabdan boshlanadi o'zi bu jinsiy erkinlik, jinsiy yaqinlik erkinligi tushunchasi uqtiriladi, o'rgatiladi. Lekin bu yerda mabodo tug'ib qolsa, u yo bu maktabda o'qiydigan qiz yoki boshqa xullas uni bizdagidek emas urf-odat bu yerda. Uni hech kim voy bu erga chiqmasdan tug'ibdi, voy dod, unaqa isnod tushunchasi yo'q bu yerda. Bizdagidek akasi singlisi akasidan homilador bo'lib tug'sa, onasi o'zini yoqib yuborganligi mana shular yozib chiqdi mana saytida. Ozodlikdagilar. Bizning yurtimiz musulmon xalq. Agarchi bu dinni bizdan yo'q olishni, dinsiz dahriylarga aylantirishni harakatini qilgan bo'lsa ham dahriylar 73 yil davomida va bunga qisman erishgan bo'lsa ham va bu ishni davom ettirgan bo'lsa ham, lekin bu xalqni shuuridan, tarixiy xotirasidan hali din butkul chiqib ketgan emas. Mana shu bir asr davomida dinga qarshilik qilinganiga qaramasdan, bir necha avlod almashib, mana shu bir 5 avlod deyarli almashib, mana shu bir asr ichida bugungi kunda ham bu diyorni urf-odatida, shuurida, ongida din bor, hayo bor, iymon bor qalbida, xalqda axloq bor. Va bu narsa ayni shu tarixiy xotira, shuur, axloq normalari g'arbda yo'q. Bu yerda hech kim voy mana u balonchini xotini pistonchi bilan o'pishyapti ekan deb hech kim jar solmaydi. Hech kim bilan hech kim voy palonchini eri pistonchini eri bilan ikkita erkak jinsiy aloqa qilyapti ekan deb jar solmaydi. Kimdir buni ko'rsa ham hech kim hayron ham bo'lmaydi. Kimdir kimdandir tug'ib qolsa, otasini hali yerga chiqmagan qiz, voy palonchi tug'ibdi, otasi yo'q demaydi hech kim. Na mahalla, na shahar, na hokimiyat, na raddomdagi o'sha hech kimning ishi yo'q. Xotinlari kimdan homilador bo'lsa, bo'laveradi, tug'sa tug'averadi, tug'masa abort qiladi, tug'sa u yashayveradi, hech kim uni so'ramaydi, bu kim bu, otasi kim buni deb. Mana shunday jamiyat bu. Erkinlikni shunday tushunadi bular. Bizda-chi? Bizda erkinlikni bunday turi yo'q, xalq xotirasida yo'q. Lekin konstitutsiyamizda bu xalq musulmon ekanligi bir kalima bilan ham yozilib ko'rsatilgan emas. Bu xalqning urf-odatlari, o'sha axloq normalari asrlardan beri islom diniga asoslanishi,
va jamiyatni hayotini yashash tartiblari ham shu dinga asoslanishi bironta qonunchilikda ko'rsatilgan emas. Iyoq dahri edi, iflos edi iyoq. Allohning la'nati bo'lsin iyoqqa. Va kim uni yaxshi ko'rib unga duo qilayotganlarga ham bo'lsin. Ana u iflos davridagi yozilgan konstitutsiyada bu xalqni musulmonligi ham va unga biron bir o'rin berilmagan, uni diniga ham, uni musulmonligiga ham. G'arbdagi konstitutsiyani shunday ko'chirilgan, tarjima qilib, yer-berini O'zbekiston deb qo'ygan, Fransiya degan yeriga, boshqa joyi shu o'sha gaplar. Endi konstitutsiya shunday ekan. Mana ko'cha-ko'yda o'pishib o'tirganlarni, voy bu shaxsiy huquq mana falon moddada yozilgan edi, o'sha moddani buzyapti bular deb jar solyapti bu yoqdan ozodlik. Mana bu rassomga o'xshagan ifloslar. Bu iflosni o'zi masalan uni xotini boshqa biri bilan o'pishib o'tirganini ko'rsa ham bu uning uchun normal. Bu voy meni xotinim o'pishyapti ekan. Chunki dayus bular. Bularda bu shaxs erkinligi, xotinini o'pishish erkinligidan bu to'xtata olmaydi. Xotini o'pishaveradi xohlagan odami bilan. Yoki qizlari xohlagan odami bilan o'pishadi, xohlagan odamidan homilador bo'ladi. Bokiraligi yuk ular uchun. Kerak emas ularga bokiralik. Xohlaganiga keyin erga chiqadi, xohlasa chiqmaydi. Chunki g'arbda shunday. G'arb esa bular uchun eng oliy bir axloq normasi bular uchun. Xo'p, axir biz o'zbek xalqini, musulmon xalqni o'sha asrlardan beri kelayotgan urf-odati, dini bormi? Uni ham ozgina qadr-qimmati bo'lishi kerakmi, yo'qmi? Keyin qolaversa, bizda mana shunchalik erkinlik, mana shunchalik kim xohlasa kim bilan o'pishadigan, kim xohlasa kimga kimdan xohlasa o'sha homilador bo'ladigan, kim xohlasa xohlaganday shunaqa imkoniyat bormi bizda? Nima uchun qizlar bolalasini tug'ib tashlab ketyapti u ko'prikning tagiga homilador? Hali abort qilganlari qancha? Abort qilmasdan tug'adigan bo'lsa ham ersiz tug'ib qo'yganligi uchun o'ldirib ketyapti, tashlab ketyapti ko'prik tagiga, suvga, ko'lga, cho'lga. Nima uchun? Chunki u yashay olmaydi bu jamiyatda. U bola bilan u yerda yashab bo'lmaydi bizning sharoitimizda. Chunki xalq buni hozir biz hali demokratiyani bu joyiga kelmagan bu xalq hali. Agarchi uni xohlasa ham kimlardir. G'arbda tuxib yuraveradi, hech kim tashlamaydi bolasini hech qayerga. Ya'ni bizdagidek mana o'sha o'zini yoqib borayotganlar, akasi ukasini o'ldirgan, ukasi akasini o'ldirgan, kim kimni otgan, kim kimni chopgan, bizdagi mentalitet, bizdagi urf-odat, bizdagi hayot tarzi biz hozir g'arbdagi erkinlikni ayni shaklda O'zbekistonda bo'lishini talab qilishimiz to'g'rimi? O'pishayotgan ekan, qizlar bilan bolalar o'pishaversin. Bu qiz bu yerda o'pishadi bugun, ertaga u bilan o'pishadi, indinga bu bilan o'pishadi. Keyin kimdandir tug'adi. Keyinchi? Keyin u bolasini o'ldiradi ya tashlab ketadi bir musor axlatxonaga. U borib yana kimgadir erga ham chiqadi. Bir balo qilib bokiralikni bizada hali ham bo'lsa e'tibor qiladigan erkaklar bor, ozmi ko'pmi? U borib operatsiya qilib, aldab bir balo qilib yana kimgadir erga ham chiqadi. Bu xiyonat emasmi u erkakni ham haqqiga? Va o'zi axloqiy buzilishlik, sharmandalik mana shu emasmi o'zi? Jamiyatni tanazzulga olib keladigan, rasvo qiladigan yo'l, uslub o'sha emasmi? Agar haqiqiy bir-birini yaxshi ko'rgan
Masalan, yigit qiz bir-birini yaxshi ko'rsa, uylanish niyati bo'lsa, hop, nega endi o'rmonda o'tirib, parkda o'tirib o'pishish kerak? Uylansin. Uy yashasa bo'ladi-yu uylanib. Nega aynan parkda o'tirib o'pishish kerak? Ko'chada o'tirib, hammani oldida, o'tgan qaytganni oldida. Bu nima bu? Sevgi, muhabbat shunday bo'ladimi? Bu nimani? Bu bizni ota-bobolarimizdan qolgan urf-odatmi bu? Qayerdan kelgan bu? Biz nega bu narsani himoya qilishimiz kerak? Nega buni rassom tuz himoya qiladi? Bu iflos kako tushunarli. Chunki buni o'zi oilaviy bularda bo'lgan narsa emas bu. Ular hammasi shunday odamlar. Badbaxt. Lekin nega bizni xalqimiz hamma shu yo'nalishga majburlab o'tishi kerak? Shaxsiy huquqi borligini insonlarni Adliya vazirligi noinsoflar sizlar shu paytgacha bu shaxsiy huquqni bilmasmidinglar borligini konstitutsiyada? Sizlar bilmasmidinglar shu dindorlarni ro'molni qanday o'rashligi shaxsiy ishi ekanligini? Birontalaring bir marta mana shu Yakubjonova degani, mana shu Yusupova boshqalar Adliya vazirligidagi mana bu xunasalar sizlar bilmasmidinglar shunday huquqlar borligini konstitutsiyada va u oq do'ppi kiyadimi, qora do'ppi kiyadimi, ro'mol o'raydimi, o'ramaydimi, soqolni qanday qo'yishligi shaxsiy ishi ekanligini sizlar bilmaysizlarmi? Lekin sizlar shu narsani yozib MXXga, prokuraturaga, militsiyaga, yana bir joyga yubormadinglar. Voy, odamlarni bunaqa kiyimiga tekshirma, bunaqa qilish falon moddaga zid deb aytmadinglar. O'pishayotganlarni qaytarayotganlarga bu jamoat joyida bunday qilish yaxshi emas, u bu deb gapirayotgan mana bu telekanalga voy falon moddaga mumkin emas. Aslida telekanalni ishini ham diniy nuqtai nazardan men to'g'ri demayman. O'zi dinimizda amri ma'ruf, nahi munkar degan narsa bor. Avval yaxshilikqa chaqiriladi, keyin yomonlikdan qaytariladi. Navbati bor shuni. Ya'ni bu telekanaldagilar men bularni bir dinni tushunadigan odam deb o'ylamayman albatta. Bular endi urf-odat u bu deb qilyapti shu ishni. Shunaqa qilish yaxshi emas, o'zbekchilikka yaxshi emas u bu deb. To'g'ri? Chunki u qizlar, uyda o'tirgan qizlar, u bolalar ular ertaga o'zlari turmush qurib ketmaydi. Ular yana borib kimlar bilandir, boshqalar bilan turmush quradi. Kim istaydi o'zini xotini borib birovlar bilan o'pishib, keyin u bilan unga erga chiqishini? Kim istaydi? Qaysi normal erkak xohlaydi shuni? Buni xunasalar xohlaydi dassomga o'xshagan. Lekin normal odam xohlamaydi buni. Bu narsani qilayotgan bo'lsa G'arb, biz endi shuni biz ham shu narsani qilishimiz shart degani emas-ku. Mayli, ozodlik shunday qilaversin. U yerdagi jurnalistlar shunday qilaversin. Ularda din diyonati yo'q. Mayli, ularni xotinlari o'pishaversin kim bilan o'pishsa. Lekin O'zbekiston xalqini hammasidan talab qilinmasin bu narsa. Bu odamlar mana bu jurnalist ana shu Mening yurtim degan telekanalni xodimlari buni dinni tushunganidan qilgan emas. Diniy tushunchada aslida o'zi avval haqni yetkazish kerak odam. Bu yoshlar hali hech baloni bilmaydi. Ular dindan bexabar, ular dunyodan ham bexabar. Ular hech narsadan xabari yo'q hali. O'zlaricha Qurutoymiz deb o'zini o'ylaydi shu yoqdan kelgan Toshkentga, hozir qaysidir institutda bir amallab kirgan, pora berib shu yerda yuribdi deb, endi shu ana Eshonqulga o'xshab diplom olsa o'zini oliy ma'lumotli, boshqalar savodsiz deb o'ylaydi. Mayli. Lekin avval haqni yetkazish kerak. Dinimizdagi ta'lim tarbiya yo'li shu. Lekin bizda sharoit bormi haqni yetkazishga? Bizning imomlarimiz
haq so'zni, Qur'on va hadisni sof holda yetkazyaptimi? Mana Anvar Tursunni yoki boshqa imomlarni bilamiz. Shu paytgacha. Ana o'lib ketgan shayxiyu boshqasiyu. Bular dinfurushlar edi. Bular dinga juda katta zarar bergan, zolimlarga xizmat qilgan kimsalar edi. Mana infarkt bo'pti deb eshitdim. Shu ketsa bu ham iyakni yoniga yaxshi bo'lardi. Chunki uni yaxshi ko'radi bu. Iyaksiz qolib ketdi bu odam. Shoyat birga bo'lsalar borib. Lekin haqiqiy dinni yetkazadiganlarni gapirishga yo'l yo'q O'zbekistonda. Agar dinni yetkazuvchilar haqiqatni yetkazsa, mana shu yoshlar tushunsa, keyin ular o'zini xatti-harakatini o'nglab oladi. Keyin ularni yomonlikdan qaytariladi. Ey, mana bu ishni qilma, mana bu ishni qilma deyiladi. Qalbiga iymon kirgandan keyin yomon ishlardan qaytishligi oson bo'ladi. Bu narsalarni albatta bu mening yurtim degan telekanalni xodimlari tushunmaydi. Ular o'zlaricha endi o'sha ishdan qaytaramiz. Ular hozir bu yoqda o'pishmasa, yoqqa kirib o'pishadi boshqa joyga. O'zi aslida islomiy jamiyatda ham, islomni o'sha agar hukmi yurib turgan joyda ham din faqat ko'chada odamlarni ko'zi oldida mana shunaqa ish qilayotganlarni qaytaradi. U ko'rpani tagida o'pishayotganlar bilan ishi yo'q hech kimni. Ya'ni zino qilayotgan bo'lsa ham, lo'ttivozlik qilayotgan bo'lsa ham, kim nima ish qilsa ham uyida qilaveradi o'sha paytda ham. Ya'ni bu jamoat joyida qilishdan qaytaradi. Dinni talabi shu o'zi. Alloh taolo o'sha "Vala taqrabuz zina" deb shaxslarga amr qildi. Zinodan uzoq bo'ling, zinoga yaqinlashmang. Bu shaxslarga amr. Lekin shu ishni qilsa-chi kimdir? O'sha ikkita erkak o'zaro jinsiy aloqa qilsa, mana bundaylarni o'sha tiyib qo'yishlikni endi jamiyatga amr qilinadi. Shaxslarni o'ziga emas. Jamiyat ularni tiyib qo'yishligi. Bu yerda biz ko'cha-ko'yda mana g'arbda hozir jinsiy aloqani ko'chada ham qilishyapti. Yalang'och yuradiganlari bor. Umuman yalang'och. Onadan tug'ilgani kabi yuradigan shunaqangi modani shunaqalari ham chiqqan. Yoki boshqa har xil. Xo'p. Biz agar huquq borligini mana bu Adliya vazirligi bugun eslab qolibdi, noinsoflar 30 yil deganda sizlarni ovozingiz chiqdi. Birinchi marta sizlarni o'zi bor ekaningizni birov bilmas edi. O'sha falon moddada shunday huquq borligini bilibsizlar. Bo'lmasa ruxsat beringlar. Ko'chada jinsiy aloqa qilsin. O'sha yoshlar, o'sha geylar, o'sha kim bilan kim jinsiy aloqa qilsin. Nega buni? Bunga ruxsat bermaysizlar? G'arbda bunga ham ruxsat. Erkak bilan erkak rasman nikohdan o'tib er-xotin bo'lib yashashga ruxsat bor. Mana ruxsat beringlar O'zbekistondagi geylar yashasin oila bo'lib, er-xotin bo'lib. Shaxsiy huquqni sizlar himoya qiladigan bo'lsanglar, Adliya vazirligiga aytyapman. Munofiqlik-ku bu hamma yoqlaring turgan turmushim. Va munofiqlarning kattasi albatta mana bu Rassomtuz degan iflos gey. Bu haromi bu yerda mana shunday narsalarni yozishlik bilan O'zbek hukumatini u yerdagi mana bu tupoy Adliya vazirligidagi ishlaydigan mana shu kimsalarni mana shu ogohlantirish xatini yozishga majbur qildi. Bular darrov o'sha falon moddalarni eslab
ogohlantirish yubordi. Bu nimaga? Chunki hozirgi erkinlik ozgina bo'layotgan paytda diniy guruhlarning ovozi chiqayotganligi, dindorlar ham o'zini fikrini aytayotganligi, ana u seriallarni, turk seriali, boshqa seriallarni, iflos narsalar bor seriallarni ko'rsatmanglar deb diniy guruhlar, diniy qatlam demoqchiman. Dindorlar, ya'ni diniy guruh emas. O'zbekiston xalqi o'zi musulmon 90%. Demak, o'shalarni o'sha gapirayotganligi, talab qilayotganligi, buni ozodlik anchadan beri muhokama qilyapti. Voy dod, dindorlar ovozini chiqaryapti mana. Voy bularga qolsa hozir hukumatni olsa unday qiladi, bunday qiladi. Dilorom Ishoqova qarang-da mana. İnson huquqini himoyachisi, shoira, jurnalist, balobattar Dilorom Ishoqovaday ayol ham undan darrov intervyu olishdi o'sha paytda. Voy bularga qolsa hali unday qiladi, bular bunday qiladi. Yana bu Mirziyoyev ham Karimovga o'xshab bularni hali qatag'on qiladi baribir, majbur bo'ladi shunga deb bayonot berdi. To'ydan oldin nog'ora qoqib. Mana saviya bu odamda. Xo'p, janoblar, aniqlab olish kerak. Demokratligimizmi, demokrat bo'lsanglar demokratligingizni, dindor bo'lsanglar dindorligingizni va o'sha demokratni ham qaysi turi, shuni ham aniqlab olish kerak. Mana bu g'arbdagi kabimi demokratni ham turi ko'p hozir. Har xil darajada. Aniqlab olishimiz kerak. Va xalq nomidan gapiradiganlar bu xalqni umumiy ko'pchiligining saviyasini hisobga olish kerak. Bugun o'zbek xalqi o'sha agarchi 100 yildan beri dinsiz yashayotgan bo'lsa ham, diniga qarshi yo'l berilmayotgan, dinga qarshi hukumatlar doim mana shu ta'zyiq qilayotgan bo'lsa ham, bugungi o'zbek xalqi qizlarini, bolalarini, xotinlarini ko'chada o'pishishini, jinsiy aloqa qilishini istamaydi. Rassom tuzga o'xshaganlar istasa, ozchilik, ko'pchilik istamaydi. Agar bu demokratiya modomiki o'sha ko'pchilikning fikri bilan qaror qabul qilish bo'lsa, demak ko'chada o'pishishni taqiqlash kerak, to'xtatish kerak. Bu narsani madaniyat bu deb, bu rivojlanish bu deb hisoblaydiganlar, men o'sha rivojlanganlarni, O'zbekistondagilar o'zini o'sha Toshkentga borganlar viloyatdan o'pishishni u bu kim bilan rivojlanish deb hisoblashadi va men o'sha rivojlanganlarning eng tepasiga chiqqanlarini orasida yuribman va ko'ryapman qanaqa jirkanchligini. Va mening bu masaladagi pozitsiyam xalqni or nomusiga tajovuz qilmanglar. Iffatiga tajovuz qilmanglar. Ayollarni mana shu behayolikka, fahshga targ'ib qilmanglar. O'zbek qizlari bugun Koreyada, Turkiyada, Rossiyada, Dubayda, dunyoning hamma yerida fohishalik qilyapti. Ular ham akasi bor, otasi bor, ammasi bor, xolasi bor. Mayli rassomni qizi fohishalik qilaversin, xotini qilaversin, bunga farqi yo'q. Chunki bular shunday, lekin xohlamaydi ko'pchilik shuni. Boshqalar shuni xohlamaydi. Millatni o'zini ham bir ori, nomusi, g'ururi bo'lishi kerak. Millat bo'lmaydi o'sha narsalarsiz. Odam bo'lmaydi o'sha narsalarsiz. Hamiyat bo'lmasa, inson deganda mana shu
hech qachon hech qaysi davlatni geylar himoya qilmaydi. Geylar, lesbiyankalar davlatni himoyasi uchun u jon bermaydi bular. Har bir xalqni, har bir vatanni himoya qiladigan mard, jasur insonlar geylardan bo'lmaydi Islomga o'xshagan. Ular hamiyatli, vijdonli, insofli, o'zining aslidan uzilmagan, tomiridan uzilmagan, kelib chiqishidan, dinidan, xalqidan, millatidan uzilmagan odamlar bo'ladi. Shular himoya qiladi. Dinni ham, vatanni ham shular hisobiga o'zi u yo bu millat buyuk bo'ladi. Yoki tuban bo'lib, yerni tagiga kirib ketib, qizlari fohisha bo'lib, dunyo bo'ylab fohishalik qiladi. Xo'p. Bu masala ancha vaqtni olib qo'ydi. Endi boshqa mavzularga o'tishga ham vaqt kam qolibdi. Endi mana bu Ismat Xushev degan maddohni yozgan Praga esdaliklari degan Praga kundaliklari degan maqolalariga kelgan edik. Va buni demak buni hali davom etamiz. Bu yerda hali tugamadi bu. Endi mana mavzuga yana qo'shimcha qilib aytish mumkinki, bu lider o'zini dindorman dedi, sofiman dedi, balabattarman dedi. Safsatalarni yozib, saytida qo'yib reklama qiladi o'zini. Xo'p. Biz ko'rganmiz uni ham, mana qizlarini ham olib kelgan o'sha nimalarga, qurultoylarga, majlisga kelgan. Bu demokrat qizlar ekan haligi, sochlari ochiq, hamma yog'i ochiq, modniy, kulturniy shunaqa bo'lib kelgan va men o'shanda ko'rganmanki, demak, lider hali dinni tushunishi uni mana shu darajada. O'zi namoz o'qisa ham, boshqa qilsa ham, qizlarini hali diniy kiyinib, boshqa qilib yurishni u talab qiladigan emas ekan. Agarchi ana o'lgan xotini dindor bo'lib, taqvodor bo'lib, hammani targ'ib qilib, mana shunaqa qilib yursa ham, bu o'zini oilasidagilar lekin hali unaqa emas ekan bularni, qizlari, bolalari. Endi esa bir liderni o'zini dindorligiga urg'u berib turishni istaydigan nusxa mana shu rassomni, umuman uni ukasini va umuman dinsizlarni nega bu hech bir men hayron qoladiganim, buni butun dinga qarshi odam ekanligini bilsa ham, dinga umuman butun tish tirnog'i bilan qarshi iflosligini bilsa ham, uni ukasini ham bu bir og'iz ham gapirmaydi bularga qarshi. Bir og'iz indamaydi. Bir paytlari men mana bu ukasi haqida aytganimda ham, men sizni bilaman dedi. Men eslasa demayman sizni bu gapingizga dedi. Ya'ni sen ularni akasi bo'lib turib, nega ukangga aql bermaysan, o'rgatmaysan deganday bir savolimga shunday degan. Bilaman ularni shundayligini, iflosligini, lekin men nima deyman, ularni o'zini ishi degan. Liderni ularni iflosligini ham, xudo urganini ham biladi, lekin lider ularni shu yo'lda ketib jahannamga o'tin bo'lishini u qiziqtirmaydi liderni. Bo'laversin, u yog'i
u ertaga olovda yonayotganda ey sen lider kasofat manga aytmabsan-u bunaqa ekan u buyog'i deb aytishini o'ylamaydi u. Liderga naplivat uni u yoqda nima bo'lishi. U rassomni o'ziga ham tupurgan u oxiratiga. U o'zi oxiratga ishonmaydi ham, qayta tirilish, hisob kitob, jannat do'zax bu narsaga ishongan odamlar o'zi bunday bo'lmaydi. Lekin bunga ishonaman deb o'zini hisoblaydigan lider, agar u ishongani rost bo'lsa, vallohu alam u rostdan ham ishonishi ham mumkin balki. Uni pozitsiyasi. U o'zini dunyodagi manfaatida, o'zini reklamasi uchun fisq fasod tarqatishda foydalanadi bulardan. Bular esa usta fisq fasod tarqatishga. Bu aka-ukalar. Lekin ularni o'zi to'g'ri deb bilgan yo'lga chaqirmaydi. O'sha o'zini to'g'ri deb bilgan sofimisan, nima bala bo'lsang ham, dinni qaysi turiga kirgan bo'lsang, sen o'shanga chaqirmaysanmi? O'zingni qizlaringni, o'zingni mana shu qadrdon mana shu ukalaringni. Bu endi liderni mana bu iflos ukalariga xiyonati, diniy nuqtai nazardan xiyonati. Buni dindan boshqa joyda bu narsa uni majburiyatiga kirmaydi. Faqat dinni tushungan odamlargina buni xiyonat deyiladi. Chunki jahannamga kirib olovda yonayotganlar aytar ekan: "Robbana innana ata'na sadatana va kubara'ana fa'azalluna as-sabila. Robbana atihim zi'fayn min al-azab va la'nahum la'nan kabira." Ey Alloh, biz mana shu kattakonlarga itoat qildik. Ularni eshitdik, aytgan ishlarini qildik. Va ular bizni to'g'ri yo'ldan adashtirdi. Fa'azalluna sabila. Bizni adashtirdi bular, adashtirgan ekan. Jahannamga kirdik endi kelib. Mana shu ifloslar tufayli deydi. Masalan, bu rassom va ukasi jahannamga kirsa, ertaga aytadiki, mana shu lider tufayli yoki mana shu yana kimlarga ergashgan bo'lsa, qaysi haromalarga fa'azalluna sabila, bizni adashtirgan ekan bular deydi. Robbana atihim zi'fayn min al-azab. Ey Robbim, ularga 2 barobar azob bergil, o'sha bizani adashtirganlarga. Va la'nahum la'nan kabira, va ularni katta la'nat bilan la'natlagil deb. Yoqqa kirib jahannamda o'tirgan paytda ana shu o'zini dunyoda xizmat qilgan, kimga ergashib, kimni aytganini qilib, kimga qul bo'lib yashagan bo'lsa, o'shalarni la'natlaydi. Alloh bu haqida Qur'onda xabar bergan. Iyakka ergashganlar, uni xizmatini qilganlar, inoyatiblar jahannamga kirganida xuddi shu gapni aytib, Robbana innana ata'na sadatana va kubara'ana. Biz mana shu kattalarimizga itoat qilgan edik. Iyak katta edi, itoat qilgan edim. Buni endi faqat Almatov ham, buni Rajab Qodirov ham, buni Inoyatov ham fa'azalluna sabila, bizni yo'ldan urdi bular. Buni zolimlarga xizmat qilgan hammasi aytadi inshaalloh. Va imomlari ham mana shu iflos imomlari ham. Va mana bu muxbirman deb o'zini fisq fasod tarqatib yurgan kimsalar ham inshaalloh jahannamda mana shunday deb aytadilarki, va la'nahum la'nan kabira, bularni katta la'nat bilan la'natlagil deb bir-birini mana shunday la'natlaydi. Alloh taolo mana shunday mal'un kimsalarni o'zi dunyoda bular mana shu manfaat uchun, pul uchun yoki u yo bu mansab uchun kimgadir itoat qiladi va keyin jahannamda mana shu la'natlab kuni keyin
jahannamda azob chekadi. Unisi ham, bunisi ham bir-birini la'natlab. Mana shunday kimsalardan bo'lib qolishdan Alloh asrasin. Va o'zbek xalqini dinini o'sha mayli milliyligi jihatidan agar dinga urg'u bermaslikni xohlasa, bu hukumat xalqini dindor bo'lib ketishini istamasa, o'zi Alloh kifoya qilsin shundaylarga. Milliy nuqtai nazardan bo'lsa ham bu millatni urf odatida yo'q ko'chada o'tirib o'pishish va bunday narsalarni qilish yaxshi emas deb qaytarish kerak. Va bu qaytarishlik jamiyat zimmasida. Va albatta bu avval iymonni o'rgatish, yoshlarga institutda dinni o'rgatish, Xudoni, payg'ambarni, qiyomatni, oxiratni, Qur'onni o'rgatish kerak. Keyin bu ishdan qaytarish kerakki, keyin ular qaytadi. Jamiyat sof bo'ladi. Shunda ham bo'lishi mumkin. Rassomga o'xshagan bir ikkita iflos geylar, ular endi u paytda ko'chada emas, uyda qiladi nima qilsa, iflosligini. Undaylarga Alloh kifoya qilsin dunyo va oxiratda. Subhanakallohumma bihamdik robbana astag'firuka va atubu ilayk.